Hop. Sohani o'zgartiravermaslik haqida gapirgan edim. Yana shu haqida gapiraman. Yoshlarga va yoshi bolasi bor ota-onalarga tajribamdan kelib chiqqan holatda vaqt qimmat. Vaqt tez o'tyapti, juda ham. Ertaga farzandlarimiz qiynalmasligini xohlaydigan bo'lsa deb o'ylayman, shu uzog'i 10-12 yoshdan o'zi hunarga berish kerak. Ya'ni qo'l bilan, ya'ni skill bilan nimadir yarata olish kerak. Noqislik yaratish so'z asli bandaga xos emas, lekin ishlasa bo'ladigan joylar bor deyshadi. Shuning uchun o'z qo'li bilan nimanidir yarata olish kerak bola, farzand. Yoshligidan shuni o'rganish kerak. Agarda biz u farzand 18-20 yoshga kirganda o'zini evlab ketishini xohlaydigan bo'lsak, hozir hamma IT'da, ya'ni shunga o'xshash nimadirda qilib o'tibdi bolasini, lekin nima narsa bozorda ko'paysa shu narxi tushadi. Lekin qobiliyat hech qachon narxini yo'qotmaydi. Tajriba hech qachon vaqtini yo'qotmaydi, narxini yo'qotmaydi. Shunga hech kim qilmayotgan ishni, hech kim ko'pchilik unutib qo'ygan mashaqqatli, qiyinroq bo'lgan yo'lni tanlashni tavsiya berar edim. Ya'ni qilish bilan bog'liq. Gap hamma gapiraveradi. Lekin qilishga kelganda kim qiladi? To'g'ri kim qiladi? To'g'rini ko'p xato qilgan inson qiladi. Ko'p xato qiladi va noto'g'ri qilib to'g'rini yo'lini topadi. Kelajakda bu jamiyatda qiluvchilarga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchayib ketadi deb o'ylayman. Aniq bajaruvchilar uchun. Misol uchun hozirgi holatda bizga kelib ishlaydigan ustalar gaplashsangiz, yoshligida, 10 yoshligida, 6 yoshligida shu mahallasidagi terziga chiqqan, o'sha tikuvchiga o'qigan, keyin atolyaga o'tgan, keyin fabrikaga o'tgan va hozirgi kunda bizga kelib oyiga 5,000, 6,000, 3,000, 10,000 dollargacha ishlab oyiga pul topib ketadi. Lekin ularda ham yangi avloddan unaqa zo'r sohani yirtib oladigan, turk tilida gapirganda puf nuqtasini biladigan insonlar qolmadi. Bular hammasi eski maktab insonlari. Bizda ham endi bilmaymiz. Biz eng oxirgi shogird bo'lib, haqiqiy shogirdlik zahmatini chekkan insonlarmiz. Bizdan keyin shogirdlik tugadi. Ya'ni shogird tushgan hamma shogird deyaveradi, lekin biz davrimizda ham ish qilganmiz, ham bedor o'tkazganmiz turlarni, ham kalta yeganmiz va hech narsa berilmagan bizning qo'limizga. Bizdan keyin qancha berasan, nech pul berasan deb hunarxo'r bo'lishni boshlaydi hozirgi holatda. Shu baribir qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar baribir erkakcha bitta hunar egasi bo'lishi shart. Mayli u katta bo'lganda boshliq bo'ladidir, nima bo'ladidir. Aniq bitta qo'l bilan qilib tirikchilik qilsa bo'ladigan, kelajakda o'zi qilib keta oladigan, uni rivojlantira oladigan bitta sohani bolaga yoshligidan o'rgatish kerak va bolani bo'shini ko'tarmaslik kerak, bekorchi qoldirmaslik kerak. Balki o'sha sohani zamonaviylashtirib yuborar, yuqori cho'qqiga chiqar. Nimaga 8 yoshdan yoki 10 yoshdan boshlash kerak deganda, bola sohada yoshligini o'zida 10,000 soatda ham bo'lsa o'tadi, 20,000 soatda ham bo'lsa o'tadi va tajribasi orqali o'zidan katta bo'lgan insonlarni ham kerak bo'lsa yengib qo'ya oladi 18 yoshida. Va albatta unga talab oshadi, chunki u ishni sirini faqat u biladi yoki u biladigan sirni shaharda faqat kamchilikkina bila oladi. Endi o'zimiz boshimizda qana o'tadi deb bilmaymiz, lekin
biz shunaqa o'tganmiz, shunaqa bosib o'tganmiz. Хочешь va bu narsa yomon emas. Bolalarni har xil to'garaligiga beraverish, ingliz tiliga edi, rus tiliga edi, ITga edi, polonga edi, pistonga edi. Menimcha bu hammaga ham emas bu. Hammaga ham. Bo'lib ham hunarmand oilani bolasidan bunaqa chiqishiga sal qiyinroq ishonaman. O'shaning uchun agar hunarmand oilami, o'rtamiyonmi, an'analar bo'yicha ketish kerak va shu davom ettirish kerak. Xuddi yaponlardagidek. Endi o'qimishli insonlar bo'ladigan bo'lsa, ular farzandi o'qimishli insonlar, bilimli insonlar chiqadi va ular kerak. Ular ham uzun yo'ldan ketgani yaxshi. Va kelajakda u qilishni o'rganib oladi. Keyiniga nima totdigan bo'lsa, xo'p, bu qilishni biladigan bilimmi, bilim bilan mana reallikni birlashtirib olish kerak. Misol uchun hozir biz sohada hech qachon haligi darsliklar bilan reallik umuman to'g'ri kelmaydi. Reallik juda ham olg'irlab ketgan. Yozilgan kitoblar chirib qolgan. Oshga o'smay bo'lmaydi. Shunga farzandlarimizni yoki o'zimiz farzand bo'lsak, yoshroq sohani o'zgartirmasdan o'sha sohada 4 yil, 5 yil chidab, nima qilib bo'lsa ham issig'ini, sovug'ini yeb, o'sha sohani eng zo'r ustasi bo'lish kerak va u sohani qanday qilib eng yutuqlariga olib chiqsa bo'ladi. Shuni haqida o'ylashimiz kerak. Mebelchi bo'lsa, Ikea qanday Ikea bo'ldi? Misol uchun, farroshdir balki, u tozalovchidir, yaxshi tozaladidir. Oddiy tozalashdan ham tozalash kompaniyasi qursa bo'ladi. Misol uchun, bu hammaga ehtiyojli va butun dunyoda bor. Temir bo'yicha bo'ladigan bo'lsa ham va bu orqasidan ham katta kompaniyalarni qurib, jamiyatga foyda keltirsa bo'ladi. Shu, lekin hech qachon o'zi bilmagan narsani inson boshqara olmaydi va uni mukammallikka olib chiqa olmaydi. Shunga tak что vaqt isrof qilmaslik kerak. Sohani o'zgartirmaslik kerak. Ikki kishiga 40 ta hunar oz deyilgani, bu 40 ta hunarni ham hammasini qilib chiqish kerak degani emas. Bitta hunarni mahkam ushlab, 40 ta hunar haqida xabardor bo'lib, u haqida bir 10% ma'lumotga ega bo'lsa, yetadi deb o'ylayman. Bilish kerak hammasi, lekin обязательно unga umrini bag'ishlab kerak degani emas. Mening uchun shunaqa. Ya'ni 40 kishiga 40 ta hunar oz, lekin 40 tasiga ham 2 yildan, 3 yildan, 1 yildan umr sarflash kerak degani emas. Yugurib chiqarishib bo'ladi bu, qo'pol gapirganda va qo'pol gaplar ham ba'zida to'g'ri bo'ladi. Ming madana to'g'ri kelmasa ham.